Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana Dadaxon Yoqubov bilan deb nomlangan ko'rsatuvimizni 3-sonini boshlayapmiz. Bu ko'rsatuvimizni boshlashdan oldin aytib o'taman. Yangi bir sahifamiz bor YouTube'da. Shu yerga o'tinglar. Shu yerda podpisatsiya degan yozuvni yozib qo'yinglar, chunki avvalgi katta bizni saytimiz negadir yopib qo'yilgan. Endi hozir yo'lga chiqib ketayotgandim, yana kitobni ushlab turibman-da, chunki men kitoblarga qiziqadigan do'konlarga bormoqchiman. Odamlar bilan uchrashmoqchiman. Yozda meni targ'ibotim shu kitob tijorati bo'ladi deb o'zim oldimga bir maqsad qo'ydim. Eng avvalo Xudo Alloh taolo shifo bersa, sog'lik bersa, shunday yaxshi yurib tursak, albatta eng yaxshi dam mana shu mehnatga hamdam deganlaridek shu kitob savdosi bilan shug'ullanmoqchiman. Har xil bolalar uchun o'yinchoqlar tarqatmoqchiman. Shunaqa ishlarni yakka tartibda ham qilsa bo'ladi. Bir paytlar Navro'z xayriya jamg'armasi bilan butun mamlakatimizga yordam berganimiz singari bugungi kunda endi yakka tartibda ham ishlashimiz kerak. Hayotimizni davom ettirishimiz kerak. Avvalgi ishlar so'nib ketmasligi kerak. Demak, kitobimizni nomi Aylanish. Mana ichlarida bo'yaydigan qilib har bir sujet deymizmi, voqea haqida shunday rasmlar qildik va ularga bir donadan mana bundoq rangli qalam qo'shdik. Chunki yozingi issiq kunida agar biz unga flomaster qo'shadigan bo'lsak, u qurib qolishi mumkin. Lekin qalam bilan chizilsa ham bo'ladi, qalam bilan ham juda ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun ham ertagini o'qiydilar, reklamadan boshlayapman-da, ham mana shu qalamini oladilar. Bolalar eng avvalo nafosatga oshna bo'ladilar. Qolaversa, bir ish bilan mashg'ul bo'ladilar. Kelgusi rivojlanishning dastlabki qadamlarini tashlaydilar. Kecha kitob festivalini aytdim. Juda tor joyda ajriqlar tepalandi bo'lib ketgan, hammani kiyimlari shalabbo, loy. Qiziqqan odamlar ko'pda kitob festivaliga. Lekin tashkil qilgan joyi juda ham kichkina joy, Hadrada. O'zinglar ko'rdinglarki, kichkina bir joy. Mana kitoblarni qarang, sifatli. Mana rasmlari, mana bobo, o'zbek bobosi, ana o'zbek bolasi, hammalari mana shu erta kitobimizga jam bo'lgan. Bu birinchi kitob. Bunaqa kitobdan biz 30 ta ertagini 30 xil qilib chiqarishni niyat qilganmiz. Kecha kitob festivali 6-kuni bo'ldi deb takror aytyapman. Odam ko'pligidan men xaridorlar bilan ham, ishlab chiqaruvchilar bilan ham gaplasha olmadim. Shuning uchun hozir salqin tushishi bilan yo'lga chiqaman. Endi mana bu yerda ikkinchi lavha, kechagi voqea. Kecha boshqa festival ham bo'lgan ekan. Mana biz O'zbekistonda pivo festivali bo'libdi. Toshkentda pivo festivali sabab ayrim ko'chalar yopildi. Yo'llar yopilibdi, konsertlar qo'yilgan, tumonat odam kelgan. Bu festivalni kim tashkil qilgan, nimani o'ylagan men bilmayman. Lekin nimadir foydasi bordir deb rosa o'tirib o'yladim. Hech qanaqa foydasi yo'q spirtli ichimlikni festivalini. Bu juda ham yomon belgi. Bo'lib ham bu yerga tumonat odam ketdi. Mana endi buqachalar mayli yosh yigitlar. Ularga ip yo'q bog'lashga. Qizlar ham borda, ayollar ham yuribdi orada aralashib. Ha, konsert ko'rishga borgandir deydi, hozir kimdir keldi albatta. Endi qarang, buni konsertni boshqa joyda ko'r. Erkaklar orasida lavhaga ko'zim tushib qoldida, juda hayratda qoldimda. Kecha demak biz kitob festivalida issiqlarda yuraveribmiz. Odamlar pivoni quvlab, ichimlikni quvlab ketibdi. Shu o'rinda bir yodimga tushib qoldi. Hali xorijga odamlarni ishga yuborish, haligi odam savdosi sifatiga kirmagan bir paytlarda biz idoramiz yordamida Polshaga shartnoma asosida 100 ta odamni ishga yubordik. Va ulardan albatta o'sha mehnat haqi, o'sha patentlarning to'lovlari, samolyotlarning to'lovlari hammasi bo'lib $2000 tushgan o'sha paytda. Biz hammasini yubordik. Yuzalasiga ishlar berdi, yotoqxonalar berdi.
joylar berdi. U yoqdan bizga minnatdorchilik xatlari keldi. Nihoyatda xursand bo'lib ketdik. Shundan keyin hech qancha o'tmasdan bir oyning ichida ular yana qaytib kela boshlashdi. Bizni haqorat qilishdi. Nimaga bunday ishlar bilan shug'ullanasizlar? Mana bizni haydab yubordi deb. Keyin biz u yoqqa so'rov berdik, nima voqea yuz berdi deb. Bilsak, u yerda Yevropada piva festivali bo'lar ekan. Bu festivallarda shu shanba, yakshanba kunlari bo'lsa kerakda. Ko'plab odamlar qatnashar ekan va piva ichar ekan. Har turli korxonalarning pivalarini tatib ko'rishar ekan, bepul bo'lar ekan. Xuddi shu bepul bo'lgan pivadan shuni ham ichibdiki biz odamlar, ertasi kuni ertalab tongda politsiya bittalab yig'ishtirib chiqibdi. Bizni o'sha hamkorimiz yig'lab yurib haligilarni nimadan olib chiqqan, milisaxonasidan, o'sha o'zlarini politsiya xonasidan olib chiqqanda va bizga xat yuborib hammasini orqaga qaytardi. Boriblar o'zlarini tekin pivaga urishibdi. Tekin kapan bo'lsa o'lmoq kerak degan maqolamiz bekorga to'qilmagan ekan deb juda ham hayron qolganman. O'zi o'shanaqa ishlar juda dahshatli ishlar. Endi kecha Toshkent shahar hokimligi bilmayman, bir tomonda piva festivali, bir tomonda kitob festivali. Kitob festivalini san'at saroylarida bekorga qurib qo'yilmagandir shu katta inshootlar. Go'zal bog'larda o'tkazsa bo'ladi. To'g'ri, katta joyda o'tkazilibdi kecha piva festivali. O'sha daraxtlar tagida ichib dumalab yotgan odamlar ham bor deyishyapti. Qizlar ham bor deyapti, yoshlar qatnashyapti. O'sha konsert ham uyushtirilibdi. Bu yoqda ham konsert. Kitob festivalida birinchi navbatda yana o'sha qarorlar, farmonlarda bekorga aytib qo'yilmaydi-da. Har qanday to'yda Yulduz Usmonova kecha aytganlaridek bitta yoki ikkita dastlabkiga mumtoz qo'shiq kuylangandan so'ng va boshqa zamonaviy estrada qo'shiqlari va boshqa pop muzikalarni berish mumkin degan taklif kiritildi. Voy, bu juda ham zo'r taklif. Axir mumtoz qo'shiqlarimiz bu qalbimizga yetib boruvchi. Asrlar o'sha ajdodlarimizning muqaddas yashagan zamonlarini tasavvurimizga keltiruvchi tabiat ohanglardir, mumtoz qo'shiqlardir. Shu bois mumtoz qo'shiqlarimizda asosan aruz vaznida yozilgan, o'sha eski o'zbek tilida yozilgan g'azallar ko'proq kuylanadi. Chunki ana shu zamonlarni biz o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Lekin to'ylarda keyingi paytda ichkiliklar yo'qolib ketgani juda bir zo'r ish bo'ldi. To'ylar ichkiliksiz o'tadi. To'ylarda mumtoz qo'shiqlar kuylanadi. Ertalab ham mumtoz qo'shiqlar, ham amri ma'ruf, yaxshi maslahatlar, otalarning so'zlari, kattalarning o'gitlari beriladi. Juda ham yaxshi odatlarimiz ko'p. Bu odatlarimiz asrlar osha yashab kelyapti. Endi piva festivali, undan keyin vino haligi konkursi deymizmi, hayati, keyin boshqa ichimliklar. Bular endi bizni milliy qadriyatlarimizga unchalik to'g'ri kelmaydigan ishlar, tarbiyamizga unchalik to'g'ri kelmaydigan ishlar. Shu hozirgi bloger yigitimiz to'g'ri aytdi. Bilmayman qanaqa bloger, qayerdan chiqdi, lekin aynan muddoni aytdi. Yoshi ulug' bir keksa san'at arbobi, professor sifatida va o'sha Navro'z umumxalq bayramini O'zbekistonda davlat bayrami bo'lib dunyoga kelishida qatnashgan, o'sha mualliflaridan biri sifatida go'zal bayramlarimizni yaxshi biladigan, ozmi ko'pmi ana shu bayramlarni tashkil qilishda ishtirok etgan inson sifatida, O'zbekiston san'at arbobi sifatida men bu piva festivallariga butunlay qarshiman. Yodimda o'sha eski paytlarda yangi Navro'zni boshlaganimizda qarshiliklar bo'lgan Navro'zga. Juda ham yomon davlat tomonidan, Sovet davlat tomonidan qarshiliklar bo'lgan. Lekin shunday bo'lsa ham 90-yilning mart oyida hali mustaqillikka ancha bor paytda
to'la mustaqillik maydonini, hozirgi mustaqillik maydoni, u paytdagi o'sha Lenin maydonini boshidan oxirigacha ko'plab qozonlarda sumalaklar qaynagan, halimlar qaynagan. Ana shunday go'zal an'analar, u boshqa narsa. Endi yoz paytida albatta salqin ichimliklarni, bir tadbirlarni o'tkazish mumkin. Esinglarda bormi? Xalqimizda qovun sayllari bo'lar edi. Oziq-ovqat yoki shu qishloq xo'jalik mahsulotlari ko'rgazmalari bo'lar edi. Qovun sayliga borganimizda esimda bor. Bir odam 50 kilodan katta tarvuzlar, nima kechirasizlar, qovoqlarini olib kelgan ekan. Juda hayron qolganmiz. Judayam ajoyib bir voqealar bo'lib, qovunning turli navlari, judayam ko'plab navlarini shu namoyish qilishgan. Bu boshqa gap. Qovun saylida O'zbekistonda ekiladigan o'sha yuzlab navdagi, yuzlab turdagi qovun navlarini namoyish qilsak, yoki dehqonlar, fermerlar o'rtasida katta ko'rik tanlovlari o'tkazsak, ularni har qancha targ'ib qilsak, odamlarga yoysak, bu go'zal bayramlar. Voy, bu go'zal bayram Toshkentda bir o'tkazilganda dadam rahmatli kelib, nihoyatda xursand bo'lib, o'zi dehqon, lekin qovun saylidan mamnun bo'lganligi yodimizda bor. Yonimizda Sirdaryo, go'zal haligi polizlardan qovun sayllarini, haligi mevalarini, nashidalarini sezishimiz mumkin. Demak, men yana yo'lga chiqaman. Kitob festivali mana shu mustaqillik arafasida agar yangidan o'tkaziladigan bo'lsa, men ssenariy yozishda, uni tashkil qilishda, prodyuser sifatida ham qatnashishim mumkin. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Olib borishda ham oz-moz qatnashsam bo'ladi. Yaxshilab gapirishga harakat qilsam, albatta gapira olaman, harakat qilaman. Hozir bir lavha tayyorlayapman. Lavham Guli beor deb ataladi. Guli beor, guli beor, gul beor. Demak, shu juda go'zalsan deb hozir yodimdan dabdurustdan hayajonlanib chiqib qoldi. Guli shu beor shunday narsaki, quyoshga intilib, quyosh chiqqan paytda ertalab ochiladi. Chaman bo'lib ochiladi. Dunyo bilan ishi yo'q. Faqat rangorang gullab o'zini husni kamolini ko'rsatadi quyoshga. Lekin quyosh e'tibor bermaydi. Quyoshga zor, u intilgan. Lekin quyosh tikkaga kelganda qaytadan qurib, qaytadan bujmayib qoladi. Demak, guli beor, guli beor, gul beor. Ana shunday beorlikdan Allohning o'zi asrasin. Gullar chaman bo'lib gullab turgani bizga yaxshi. Bayramlar, xiyobonlarimizni to'ldirib go'zal har xil an'anaviy qadriyatlarimizni aks ettiruvchi go'zal tadbirlar. Eng go'zal tadbirlardan biri kino festivallari, teatr festivallari, musiqa san'ati festivallari, ko'rik tanlovlari, hunarmandlarimizning ishlab chiqqan mahsulotlari festivallari. Qani bularni o'tkazsak, arxitektorlarimiz yaratgan eng yaxshi binolarning yonida ana shunday binolarni quruvchi arxitektor va rassomlarimizning ko'rik tanlovlari. Yo bo'lmasa yoshlarimiz, farzandlarimiz boruvchi va sevuvchi qandolat, oluvchi qandolatlar ko'rgazmalari, o'yinchoqlar ko'rgazmalari. Shu kabi ajoyib an'analarimiz bor. Bekorga gul sayli o'ylab topilmagan, lola sayli degan o'yinlar bo'lgan, chodir xayol degan o'yinlar bo'lgan. Ish qilib hozirgidek pivo, ichkilikbozlik, bular albatta yaxshilikka olib kelmaydi, faqat janjalga va qadriyatlarimizni yoshlarimiz tushuna olmay, kim ekanligini unutib qo'yishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, men yana qaytaman, mana qalamimiz chiroyli rasmlar chizishga, demak 3 yoshdan o'rganish kerak. Judayam kichkina paytdan
bog'cha paytidan o'rganish kerak. Kattalar o'qib beradi, rasmlarini esa ular chizib turadi. Mana chiroyli kitoblar. Shularni olib, men yana kitob do'konlari tomon yo'l oldim. Xaridorlar chiqib qolar. Ko'rishguncha yana Dadaxon Yoqubov bilan ko'rishguncha.